Yozamiz. Vaqt birligi ichida modda konsentratsiyasining o'zgarishiga kimyoviy reaksiya tezligi deyiladi. Moddaning kimyoviy reaksiya tezligi deyiladi. Bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Birinchisi konsentratsiyaga bog'liq bo'ladi. Bosimga bog'liq bo'ladi. Katalizatorga bog'liq bo'ladi. Kirishuvchi moddalar tabiatiga bog'liq bo'ladi. Keyingisi radioaktiv nur ta'siriga, vaqt birligi ichida. Endi qanday konsentratsiya degan savol tug'iladi. Konsentratsiya bo'ladi bu mol taqsim litr, ya'ni molyar konsentratsiyaning o'zgarishiga bog'liq bo'lar ekan. Kelishdingmi? Xo'sh. Endi hammasini alohida ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa, ularga bog'liq masalalar bor. Masalalarni yechish davomida yanada mustahkam o'rganasizlar. Endi men qisqacha aytib ketyapman. Temperatura, xo'sh, keyingisi katalizatorga bog'liqligi. Endi katalizator nima? Katalizator bu reaksiyani tezlashtirib beradi, o'zi hajm va massa jihatda umuman qatnashmas ekan. Massasi ham o'zgarmaydi, hajmi ham o'zgarmaydi. Buni nima qilib tushuntirsak bo'ladi? Masalan, Asilbek bilan Nurshod eng qalin dugonalar. Dugonalar. Endi bu dugonalikni Ozodbek ko'ra olmadi. Nima qiladi? Asilbekni chaqiradi. O Asilbek deydi, "Bakki" deydi, "Mana bu Nurshod degan jo'rang" deydi, "Sen haqingda" deydi. "Kim nimalar deydi" deydi. O'zi aytib tashlaydi. Keyin nima deydi? Asilbek nima deb o'ylaydi? Deydi, "Meni qalin jo'ram men haqimda shunaqa fikrdamikan" deydi. Boradi-yu, Nurshodning oldiga borib, "Sen men haqimda nuqta gaplarni aytdingmi" deydi. Keyin jo'rasiga ham jahl qilibdi. Jahl qilgandan keyin, "Sen meni kim deb o'ylayapsan" debdi. "Sen kim deb o'ylayapsan" debdi. Keyin o'rtasi janjal chaqiladi. Buni Ozodbek shunday qarab, uzoqdan qarab turib, "Yes" deydi. "Ana, urishtirib qo'ydim" deydi. O'zi asa chiqib ketadi vaziyatdan. Ya'ni reaksiyani kuchaytirib qo'yadi-yu, o'zi umuman qatnashmaydi. Massa jihatdan ham, hajm jihatdan ham umuman qatnashmaydi. Endi qaranglar, katalizatorlar ikkiga bo'linadi. Ikkiga. Mana bu musbat. Mana bu esa manfiy katalizatorga bo'linadi. Musbat katalizator nima degani? Musbat katalizator bu reaksiyani tezlashtirib beradi. Juda ham tezligini orttirib beradi. Manfiy katalizator esa tez boradigan reaksiyani susaytirib beradi. Endi masalan men reaksiya kiruvchi moddalar tabiatiga ko'ra dedik. Endi qaranglar. Masalan temir bor, Temir bilan suv. Keyin natriyimiz bor. Bu bilan suv. Endi qarang, temir bilan suv. Masalan, bironta temirni olib suvga solib qo'ysam, reaksiyasini ko'ramizmi? Yo'q. Uning uchun zanglashi uchun ma'lum bir vaqt, oy, yil kerak bo'ladi. Lekin mana bu natriyni shunday suvga soling, birdan vijillab, yonib, nima bo'lib ketadi? Reaksiya sodir bo'lib ketadi. Tabiati turlichami? Shiddatli reaksiya kirishib ketadi. Lekin masalan temirga suv solinglar, temirga suv. Demak bu reaksiya sodir bo'lmaydi. Demak reaksiya kirishuvchi nimasiga bog'liq bo'layapti? Moddalarning tabiatiga bog'liq bo'layapti. Keyin yana bir moddalarimiz bor ekan, yana maydalanganlik darajasiga ham bog'liq bo'lar ekan. Qancha ko'p moddalarimizni maydalasak, sirti yuqori bo'lsa, shuncha ko'p reaksiyaga kirishuvchi ham bo'ladi. Qancha moddalarimiz qattiq bo'lib maydalanmagan holatimizda reaksiya kirishuvchi xususiyati sustroq bo'ladi. Chunki nima uchun? Sirti kamroq bo'ladi-da. Radioaktiv nurlar ta'siriga bog'liq ekan. Masalan aytadi, uran tog'i bor joyda yashama deydi. Shu gapni eshitgansizlarmi? Odamlar yashamaydi. Nima uchun? U yerda nur chiqadi. Nur chiqqandan keyin baribir masalan tirik organizmda 100% reaksiya sodir bo'ladi. Biologik reaksiya sodir bo'ladi. Ana shu biologik reaksiyalarimizni yo tezlashtirib yuboradi, yo susaytirib yuboradi. Mana bu bo'lgan hududlarda aholi yashashga o'zi stress xodimlari ham boshqalar ham ruxsat bermaydi umuman. Bu reaksiya tezligi V harfi bilan belgilanadi. Bu qanday topiladi? Vaqt birligi ichida moddaning konsentratsiyasi o'zgarishiga kimyoviy reaksiya tezligi dedik. S1 S2 minus S1 taqsim T. Mana unda taun deb yozaman. V yozaman endi. V nima? V bu kimyoviy reaksiya tezligi. Kimyoviy reaksiya tezligi. Shoshilmang.
C2 keyingi konsentratsiya. S1imiz nima desak? Dastlabki konsentratsiya. Mana u taun nima desak, bu vaqt ekan. Buni aytilishi taun deb aytiladi. Esdan chiqarmanglar, taun. Endi kimyoviy reaksiya tezligini endi nimasini yozishimiz kerak? Birligini yozishimiz kerak. Birligi nima? Mana bu konsentratsiyaning o'lchov birligi nima edi? Mol taqsim litr edi. Mana buni nimaga bo'lyapmiz? Taunga. Vaqt. Endi vaqtda o'lchov birliklari bor. Sekund, minut va soat. Soatda belgilanadi. Hayır. Minut deb qo'yaylik. Xo'sh, endi buni yana bir boshqacha ko'rinishi mol ko'paytirilgan litr minus 1 ko'paytirilgan minut minus 1. Bu taqsim degan ma'noni beradi. Ikkinchi formula. Endi bizga konsentratsiya berilmaydi, miqdor beriladi va hajm beriladi. Unda nima qilamiz? Kimyoviy v n2 minus n1 taqsim taun ko'paytirilgan v hajm. Hajm bu yerda nimada ifodalanadi? Litrda keladi. Bu ikkinchi formulamiz ekan. Kelishdikmi? Kimyoviy reaksiya tezligining ikkinchi formulasi. Xo'sh. Bu yerda hajm bilan bog'langan. N2 bu keyingi modda miqdori, N1 dastlabki modda miqdori. Ba'zi bir kitoblarda qaranglar, sizlarga mana bunday formula bermaydi-yu, mana bunday deb keladi. V delta S taqsim taun deydi. Delta deganda biz bir paytlar nimani o'rgangan edik? Farqdimi? Bu ham xuddi shunday mana. S2 dastlabki keyingi konsentratsiya edi, S1imiz dastlabki konsentratsiya edi. Demak, keyingi konsentratsiya bilan dastlabki konsentratsiyasi ayirmasi mana biz delta S deb belgiladik. Mana u taun. Taunda o'lchov birligini bilasizlar. Sekund, minut, soat ketaveradi. Xo'sh, endi bu formulaga qarang. Bu formulada boshqacha bir ko'rinishi, xuddi shunday bo'ladi. V ya'ni delta n taqsim nima bo'lar ekan? Taun bo'lar ekan. Taun. Ko'paytirilgan v da endi. Mana delta n taqsim mana v. Bu yerda hajm litrda ifodalanadi. Kelishdikmi? Mana bu birinchi formula, ikkinchi formula. Endi uchinchi formula bor ekan. Konsentratsiyasi bilan bog'langan, ya'ni kimyoviy reaksiya tezligi. Davom ettiramiz. Endi uchinchi formulamiz bor ekan. Uchinchi formula bu kimyoviy reaksiya tezligini, ya'ni konstantaga bog'liqligi, konsentratsiyaga bog'liqlik formulasini topamiz. Qaranglar. Birinchi navbatda biz kimyoviy reaksiya tezligini, to'g'ri reaksiya tezligini bilishimiz kerak va teskari reaksiya tezligini bilishimiz kerak ekan. Endi qaranglar. A plus B teng S plus D. S plus D. Endi bunda biz nimaga e'tibor beramiz? To'g'ri reaksiya tezligi degani bu dastlabki V to'g'ri deb keladi. To'g'ri. V to'g'ri degani bu nimaga teng bo'ladi? A va B moddalarining konsentratsiyasi. Xo'sh. V teskari. Bunday qilamiz. V teskari. Teskarisi mana bu. Bunda tenglikni qo'yaylik. T. Xo'sh. Mana bu yerda K degan kichkina konstantachamiz bor. Bu nima bo'lar ekan? Tezlik konstantasi. Oldingi darslarda biz nimalar ko'rgan edik? Muvozanat konstantani ko'rdik-ku. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Tezlik konstantasi kelyapti. Tezlik konstantasi ko'pchilik masalalarda berilmasa ham biz necha deb olishimiz kerak? 1 deb olib ketamiz masalalarda. Kelishdikmi? Endi qaranglar, bu formula qanday kelib chiqyapti? V to'g'ri reaksiya tezligini topaman. V deyman, tagidan yozaman, to'g'ri. K1, ya'ni to'g'ri reaksiya tezligi teng ko'paytiramiz. A moddamizning konsentratsiyasini mana bu yerda tenglashtirsak, A koeffitsiyentcha turibdi. Bu yerda B koeffitsiyentcha turibdi. Bu yerda tenglashtirsak S koeffitsiyentcha turibdi. Bu yerda D koeffitsiyentcha turibdi. Endi A moddamizning konsentratsiyasini koeffitsiyentini darajaga ko'taraman. A darajasi, A-cha deyaylik, maylimi? A-cha darajasiga ko'paytirilgan B moddamizning konsentratsiyasini B-cha darajasiga ko'paytiramiz.
va mana shu bizga nimani berar ekan? To'g'ri reaksiya tezligini berar ekan. Endi teskari reaksiya tezligini qanday topamiz? Qayerga yozay teskari reaksiya? Mana bu yerga yozaman. Va teskari. Teskari. Va teskari, ya'ni K2 deb qo'yamiz. K bu yerda katta S deb kelyapti. S moddamizning konsentratsiyasini K ishonchasiga ko'paytiraman. S dan keyin nima turibdi? D moddamizning konsentratsiyasini D moddamizning koeffitsiyentiga ko'paytirib qo'yaman. Demak, bu nima kelib chiqyapti? Keyingi, ya'ni teskari reaksiya tezligi kelib chiqyapti. Kelishdikmi? Masalan, shartida K ning qiymatini bermagan bo'lsa, nimani olamiz? Birda olib ketaveramiz. Bizda bosim faqatgina gaz moddalarga ta'sir qiladi. Qattiq va suyuq moddalarga ta'sir qilmaydi. O'rtacha, ya'ni va o'rtacha, ya'ni delta S taqsim nima edi? Taun. Yoki bo'lmasa V delta N taqsim taun ko'paytirilgan V hajm. Ana shunga qo'yib ketaveramiz. Birinchi masalada men yozaman. Necha ekan bu birinchi masala? V hajm berilyapti 2 litr. Keyingi ma'lumot, modda miqdor berilyapti. N 2 desak, N2 imiz. Gaz qoldi. N birimiz ekan bu. N birimiz 6 mol berilgan. N2 imiz bu necha mol? 2 mol. Aha, reaksiyamiz sekund berilyapti mana taun. 10 sekund ekan. Demak, men formulaga qo'yaman. Mana bunga tushadi endi. Miqdor berilyapti, mana hajm bor, miqdorlar bor. Endi V ya'ni 6 dan N1 dan endi ayiramiz. 6 dan ayiramiz 2 ni bo'laman. Mana hajmimiz 2 litr ko'paytirilgan 10 sekundga 0.2 bo'lyapti. Qaysi javob? B degan javob bo'lyapti. Tezlikni topmoqchi bo'lsak, avtomatik mana 6 dan 3 da ayiraman. Necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Mana yuqorida 3 da yozaman. Tagidan tezligimiz, hajm bor. 4 litr ekan. Men 4 ko'paytiraman. Bizga yo'q, to'xtanglar. Endi 30 sekund berilyapti. Sekundni, shoshilmay turing. Sekundni minutga aylantiraman. Yozamiz endi. 1 minutimiz 60 sekund bo'lsa, bizga 30 sekundimiz, sekundni tagiga sekund tushadi. 30 sekundimiz qancha bo'ladi? Chunki tepada sekundda toping degani uchun bu sekundga bo'ldi. 0.5 ni qo'yaman. Buni bunga ko'paytirsam 2, 3 ni 2 ga bo'lsak 1,5 mol taqsim litr ko'paytirilgan minut bo'lyapti-da. Masala 1,6 mol. Ya'ni S2miz, S1imiz deylik. S1imiz necha ekan? 1,6 mol taqsim litr. Mol taqsim litr. Keyingi sekund o'tgandan keyin S2miz necha ekan? 0,2 mol taqsim litr bo'lyapti. Reaksiya o'rtacha tezligini aniqlang. Mana taun berilyapti. Qancha? 84 sekund. Tezlikni minutda toping deyapti. Buni minutga aylantirib olaman. 1 minutimiz 60 sekund ekan. 84 sekundimiz necha minut? 1,4 minut. Demak, formula, ya'ni V tezlik topmoqchi bo'lsam, delta S taqsim taun degan formula. Deltani topa olaman. 1,6 dan 0,2 ni ayirib tashlayman. 1,4 bo'lyapti. 1,4 bo'laman taunga. Taunimiz 1,4 bo'lsak, 1 mol taqsim litr ko'paytirilgan nima bo'lar ekan? Minut bo'lar ekan. Shuna javob bormi? A degan javob bo'lar ekan. 6 ham ketdi. Ha. Minutda moldan kamagan. Yo'q, bu ham bo'ldi, bir xil. Metr kub qaranglar. Metr kub kelib qolsa, masalan 7-masalada bitta formula eslab qolinglar. 1000 litr bu teng bo'ladi 1 metr kubga. Bo'ldi. Litrni topib ketaverasizlar. Bizga mana 0,05 metr kub berilyapti. Bu yerga qo'yasiz 0,05
5imiz bu necha litr bo'ladi? Buni bunga ko'paytirasiz. Bo'ldi, 5 litr bo'lar ekan. Hajmi demak B. Konsentrat ikkita vodorosulfid. Vodorosulfidning konsentratsiyasi 4 marta oshirilib. Ya'ni bizga qaranglar, konsentratsiya 4 marta oshirib, bunisi 4 marta kamaytirildi deyilyapti-ku. Endi biz to'g'ri reaksiya tezligi qani necha marta o'zgarishini topib olishim kerak. Qaranglar. Ya'ni formulamizni bir eslaylik-da. V to'g'ri ya'ni K1 ko'paytirilgan A moddamizning A-chasi ko'paytirilgan B moddamizning B-chasi edi. Ana shunga qo'yamiz. Endi bu masalada K'ni aytmayaptimi? Demak, u nechaga teng deymiz? 1 ga teng. Xohlasangiz mana buni yopib qo'yib, mana bunga qo'yib ishlasangiz ham necha marta o'zgarishini topsak bo'ladi. Endi qaranglar, savolda o'qiymiz. To'g'ri, vodorod sulfidning konsentratsiyasi 4 marta oshirildi deyapti. Mana bu 4 marta ko'paydi deyilyapti. Demak, mana bu 4 ni mana bu oldin necha koeffitsient turibdi? 2 mi? 4 ning ikkinchi darajasi bo'lar ekan. Endi bu necha bo'ladi? 4 kara 4 16 bo'ladi. 16 marta o'zgaradi. Endi qaranglar, konsentratsiyani tezlikka bog'liqligini formulasini yozib qo'yamiz. Mana kimyoviy reaksiya tezligi Vt deb qo'yaman. Vt konsentratsiya ortsa tezlik ham nima bo'lar ekan? Ortadi. Konsentratsiya kamaysa tezlik ham Vt deyman. Bu nima bo'lar ekan? Kamayadi. Mana shu qoidani esdan chiqarmaymiz. Mana bu ortayaptimi? Mana konsentratsiya ortsa tezlik ham 16 marta o'zgaryapti ekan. Endi qaranglar. Vodorod sulfid 4 marta oshirildi, kislorod 2 marta kamaytirildi. Endi kislorod mana bu yerdami? Chap tomondami? Ya'ni to'g'ri reaksiya tezligimi? To'g'ri reaksiya bu 2 marta kamaytirildi deyilyapti. Qani necha marta o'zgaryapti? 2 ning bu yerda daraja turibdi, 3-darajasi bo'ladi. 2 kere 2 4, 4 ni yana 2 ga ko'paytirsak 8. 8 marta nima bo'lar ekan? Kamayish sodir bo'lar ekan. Kamayish sodir bo'lyapti. Endi reaksiyamiz ortadimi? Qaranglar, bittasi ortayapti, bittasi kamayapti. Endi mana qarang, mana tezlik konsentratsiya ortsa, tezlik nima bo'ladi? Ortadi. Konsentratsiya kamaysa, tezlik ham kamayadi. Kattami? 16 katta. Demak, kattasini kichkinasiga bo'lasizlar har doim. 16 ekan, 16 ni bo'laman 8 ga. 2 chiqyapti. Endi qaranglar, 2 marta ortadimi, kamayadimi degan javob. Endi bitta gapni esa hozir shoshilmanglar. Meni gapimni tinglang, keyingi safarda javob beraverasizlar. Mana bu 16 marta ortsa, bu 2 marta kamaysa, kattani gapi uyda nima bo'ladi? Gap bo'ladimi? Kattani gapi gap bo'ladi. Mana bu katta nima deyapti? Ortadi deyaptimi? Bo'lingandan keyin ham chiqqan natija nima bo'ladi? Ortadi. Kattani gapi gap. Kelishgan? Bo'ldi. Shunaqa javob bormi? 2 marta tezlashadi. Demak, qaysi javob ekan? A degan javob bo'lar ekan. 4-masala. Javoblardan ketamiz. Birinchi javob A degan javobni yozaman. A degan modda B modda bilan ta'sirlashyapti. A B3 ekan. A B3 ni hosil qildimi? Demak, men tenglashtiraman. Demak, mana uni oldiga 3 qo'yaman. Xo'sh, endi A modda 2 marta deyilyapti. 2 ning nechinchi darajasi bo'ladi? Birinchi. Bu yerda hech qanday raqam yo'qmi? Birinchisi ko'paytirilgan. Endi 3 marta oshirildi deyilyapti B modda. 3 ning 3-darajasi. Endi 3 ning 3-chisi 3 kara 3 9, 9 ni 3 ga ko'paytirsa 27. 27 ni endi 2 ga ko'paytiringlar. Mana o'zi A degan javobda 54 marta o'zgarar ekan. Qaysi javob bo'lar ekan? A degan javob. Hozir ko'rdik. AB2 bor ekan, AB2 plus B2 teng AB3 hosil qilgan ekan. Endi tenglashtiramiz. Xo'sh, mana bu yerga 2 ni qo'ysam, bu yerga 2 ni qo'ysam, reaksiyamiz teng bo'ldimi? Qaranglar. Teng bo'ldi. Chunki 2 kara 2 4, 4 ga 2 ni qo'ysak 6 ta. 2 kara 3 6 ta bo'lyapti. AB2 ning konsentratsiyasi 5 marta oshirilib, AB2 mana 5 marta oshirildi deyilyapti. 5 ning kvadrati. B ning konsentratsiyasi 2 marta kamaytirilsa, bu oshirildi deyilyapti. B esa kamaytirildi deyilyapti.
2 ning birinchisi marta nima bo'lyapti? Kamayapti. 5 ning ikkinchi darajasi 5 kara 5 25 marta tezlik mana AB2 niki ortyapti. B2 mizniki 2 marta nima bo'lyapti? Kamayapti. Endi necha marta o'zgarganligini topmoqchi bo'lsak, mana katta bu kichkina. 25 ta bo'laman 2 ga 12 5 marta mana kattani gapi har doim gap bo'ladi. Shuni bilamiz, ha? Uyda kim katta bo'lsa, har doim o'shani gapi gap. 13. Bizga A degan moddamiz bor ekan. Shunda 2 ta B teng bo'lyapti C degan. Endi qaranglar, birinchi navbatda mana bu A moddamiz necha marta konsentratsiyasi oshganligini ko'rishim kerak. Necha marta oshdi? 0.8 bo'lib qolgan edi. 0.8 da bo'laman 0.2 ga 4 marta A moddaniki oshgan ekan. Endi necha marta o'zgaryapti? 4 ning nechinchi darajasi bo'ladi? Birinchi darajasi bo'ladi. Ko'paytiraman. B moddamizniki hali 0.4 moldan nechidir molgacha o'zgargan, lekin bilmayman. Ha, lekin reaksiyamizning tezligini aytayapti. 64 marta nima degan? Tezlashgan degan. Demak, mana buni necha marta o'zgarganligini bilmayman. X-imizning nechinchi darajasi bo'ladi? Ikkinchi darajasi bo'ladi. Teng ekan nechiga? 64 ga. Mana bu bu yoqqa o'tgandan keyin bo'linadi. 64 ni 4 ga bo'linglar. 16 bo'lyapti. X ning kvadrati 16 bo'lyapti. Nechini nechiga ko'paytirsam 16 bo'ladi. 4 bo'ladi. 4 ning kvadrati. Ya'ni 4 ni ko'paytiraman 4 ga necha bo'ladi? 16. Demak, x ning qiymati necha ekan? 4 ekan. Xo'sh, buni topdimmi? Demak, mana ekan. Dastlab konsentratsiyamiz necha edi? 0.4 edi. 4 marta oshgandan keyin necha bo'ladi? 1.6. Ha, 4 ga ko'paytiringlar. 0.4 ni 4 ga ko'paytiramiz 1.6. Shuna javob bormi? Mana D degan javob. 0.4 ni ko'paytiramiz 4 ga 1.6. Qaysi javob bo'lyapti? D degan javob. Ortsa tezlik ortadi. Nima bo'lsa, buni kamayadi deb formula tuzib oldik-ku. Bu ham xuddi shunday ekan. Qaranglar. Bosimni P harfi bilan belgilayman. Bosim ortsa, tezlik nima bo'ladi? Ortadi. Bosim kamaysa, tezlik nima bo'ladi? Kamayadi. Buni mana bu gruppa nuqtai nazaridan qaranglar. Agarda men sizlarga ertaga darsda qilmasang, paloncha bo'ladi, ota-onangga telefon qilaman, darsdan chiqarib yuboraman, haydayman deb bosimni kuchli qilsa. Keyingi darsda sizlar tezlikdagi nima bo'ladi? Masala ishlash bo'yicha oshadi tezlik. Demak, ortsa tezlik nima bo'lar ekan? Ortadi. Bosim kamaysa, tezlik ham kamayar ekan. Endi bo'ldi, bo'lgan narsang bu bo'lgan. Xo'sh, endi qaranglar. Mana bosimni bildikmi? Bosim ham xuddi shunday konsentratsiya bilan bir xil shu formaga qo'yib ketaveramiz. Ortsa ortadi, kamaysa kamayadi. Masalani ochamiz endi. Xo'sh, nechinchi savol ekan? Birinchi masala. Bosim 2 marta, reaksiya tezligi necha marta ortadi deyilyapti. Mana. Birinchi masala. Qaranglar. A plus B teng A2 B7. Mana qaranglarda bir narsani aytib olay. Ikkinchi kitob bor. Endi qaraymiz. 2 marta oshirilsa deyilyapti. 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 2 ning 7-darajasi. O'tiring. 2 ning endi bu qo'shiladi darajalar. 7, 8, 9-darajasi nechiga teng bo'ladi? Ha? 512 bo'ldi. 512 marta nima bo'lar ekan? Tezlashar ekan. Demak, D degan javob. Xo'sh, boyagi masalalarda, masalan, AB niki konsentratsiyasi 5 marta ortdi, buniki 2 marta kamaydi deb keldi. Lekin bu masalada sistema deyilyapti-ku. Sistema degandan keyin mana bu ikkalasiga tegishli bo'ladi, mana bu bosim. Ha. Ortgan bo'lsa ortadi, kamaygan bo'lsa kamayadi. Mana bu 2 marta ortdi degan A ham 2 marta ortgan bo'ladi, B ham 2 marta ortgan bo'ladi. A ga tegishli bo'lgani uchun A ning kvadrati bo'ldi, B ga tegishli bo'lgani uchun B ning 7-darajasi bo'ldi. Kelishdikmi? Keyin bir-biriga ko'paytirib qo'ydik. Necha bo'ldi? 512 marta reaksiyamiz nima bo'lgan ekan? Tezlashgan ekan. Bo'ldi, ortgan ekan.
Xo'sh, keyin qaranglar. Bosim qattiq va suyuq moddalarga ta'sir qilmas ekan. Ha, gaz moddalariga ta'sir qiladi. Xo'sh, 8-masala. SQ plus H2 S2H6 bo'lyapti. Ha? Reaktor hajmi 2 marta kattalashganda reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Endi hajm kattalashgan, bosimda aytmayapti. Endi qaranglar, bitta formula tuzamiz. Bitta formula, ya'ni buni eslab qolsalaring ham bo'ladi. Hozir birinchi navbatda tenglashtirib olaylik-da. Bu yerda uglerod 2 ta bor, bu yerda bitta bor. Bu yerga nechini qo'yaman? 2 ni qo'yaman. Bu yerda vodorodimiz nechta? 6 ta, bu yerda nechta bor? 2 ta bor. Bu yerga 3 qo'yaman. Mana reaksiyamiz teng bo'ldi. Qattiq modda sistemadan chiqib ketdi. Qattiq modda bosim ta'sir qilmaydi. Xo'sh, endi gazimiz mana bu ekan. Xo'sh, endi aytayapti, reaktor hajmi 2 marta kattalashganda deyilyapti. Qaranglar, hajm ortyapti. Bosim nima bo'ladi? Bosim bilan hajm bir-biriga teskari proporsional. Shuni esdan chiqarmanglar. Mana formulalar, masala ishlash davomida nazariyani tushuntirib ketyapman. Ya'ni daftar qilib o'tirganim yo'q, yozib o'tirganim yo'q. Masala ishlash davomida nazariya tushuntirib ketilyapti. Qaranglar, hajm ortyapti. Masalan, tasavvur qilinglar, mana bu qo'lim bitta sharikda masalan 10 ta molekula bor edi. Zich turibdi. 10 ta molekula sharik. Endi u sharikni men katta qildim. Hajmi oshdi. Lekin ichida yana nechta molekula bo'ladi? 10 ta bo'ladi. Lekin mana bu tor bo'lgan idishda bosim katta bo'ladimi? Keng bo'lgan idishda bosim katta bo'ladimi? Torda, demak, bosim katta bo'ladi. Demak, hajm ortsa, bosim kamayadi. Kelishdik endi. Mana bosim kamayadi. Bosim kamaydimi? Tezlik nima bo'ladi? Kamayadi. Bosim kamaysa tezlik. Sizlarda urushmay qo'ysam, ertaga dars qilmay kelasizlar. Tezliklaring kamayadi. Agar gaz bersam, 2 ning nechinchi darajasi bo'ladi? 3-chi. Nechi bo'ladi? 8 marta nima bo'ladi tezlik? Kamayadi degan javobni olamiz. D degan javob ekan. Endi 20 ga qaranglar. Kislorodning qaysi moddalar bilan reaksiya tezligi faqat kislorod bosimiga bog'liq bo'ladi deyilyapti. Kislorod bosimiga bog'liq bo'laydigani qattiq modda bilan ta'sirlashsagina kislorodning bosimiga bog'liq bo'ladi. Mana bu reaksiyada bu kimning bosimiga bog'liq bo'ldi? Vodorodning bosimiga bog'liq bo'ldi. Chunki mana bu yerda qattiq modda. Bu bosim nima kimga ta'sir qilyapti? Vodorodga. Endi bu yerda aytilyapti, kislorodni bosimiga bog'liq bo'ladi desak, qattiq moddalarni tanlab chiqasizlar. Masalan, vodorod gaz, bir degan javobni avtomatik chiqarib tashlaylar. Uglerod 2 oksidi, bu gaz, bu ham avtomatik chiqaringlar. Azot gaz chiqib ketadi. Uglerod qattiq modda, xlor gaz, 6 qattiq modda. Demak, 4 bilan 6 degan javobni olasizlar. Qaysi javob bo'lyapti? D degan javob bo'layotgan. Bu ta'sir qilmaydi. Bosim faqatgina va kislorodga bog'liq bo'lyapti. 8 atmosferadan 2 atmosferagacha kamaytirildi. Tezlik nima bo'ladi? Bosim nima bo'ladi? 8 atmdan bosim kamayapti. Bosim kamaysa tezlik ham kamayadi. Necha marta kamaydi? 8 edi, 2 bo'lib qoldi. Necha marta kamaydi? 4 marta. Demak, 4timizning nechinchi darajasi bo'ladi? Endi tenglashtirishim plus kislorod temir 3 O 4 ekan. Mana bu oldiga 3 qo'yaman, buni oldiga 2 ni qo'yaman. Demak, mana bu 4 marta o'zgarish sodir bo'ldimi? 4timizning kvadrati 16. 16 marta kamayadi. Bu 4 qayerdan keldi desak, oldingi konsentratsiya bosimimiz 8 edi, keyin 2 bo'lib qoldi. Necha marta o'zgardi? 8 taqsim 2. Oldin 0.75 edi, sathimiz 0.25 beradi. 3, ha? Yo'q, hozir to'xtang, uni ham keyin qaraymiz. 3 ni bo'laman 0.75 ga. Necha bo'ladi? Demak, 4 marta nima bo'layapti? Yuza ortyapti. Yuza ortsa tezlik ham ortadi.
Demak, 100 ni s harfi bilan belgilaymiz. Ortsa tezligimiz ham ortadimi? Lekin bu yerda ham bo'ldi, kamaydi, to'g'ri. 4imizni endi 3-darajasi bo'ladi. 4 ning 3-chisi nechaga teng? 4 kara 4 16. 16 ni 4 ga ko'paytiramiz, 64. 64 marta ortyapti. Bunimiz necha marta kamaydi? 16 marta kamaydi. Bo'laman 16 ga. Demak, 4 marta nima bo'ladi? Ortadi. Faqatgina mana bu yerga x'imiz qattiq modda deyilyapti. Qattiq moddani nima qilamiz? Chiqarib tashlaymiz. Mana bu yerga sig'dirib beraman, mayli, sizlar uchun qaranglar. Kichkina yoz mana. x2 plus y2 plus z2 teng bo'lyapti. x2 y4 z3. Mana bu qattiq modda ekan. Hay bo'ldi bu. Endi tenglashtiraman. Z dan 3 ta bor ekan. Mana uni oldiga 2 ni qo'yaman. Buni oldiga 2 ni qo'yaman. Y-imiz 8 ta bo'ldi. Bu yerga 4 qo'yaman. Z-imiz 2 kara 3 6 bo'lyapti. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'lyapti. Endi qaranglar, mana bu x-imiz qattiq modda. Chiqarib tashlaylar qattiq moddalarni. Mana bu ham qattiq modda, bu ham chiqib ketdi. Bu ham gaz, bu ham gaz. Endi mana shu ikkalasiga bog'liq bo'lar ekan tezlik. Tezligi qanday o'zgaradi? 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan, 2 ning 3-chisi bo'lar ekan. 2 ning 7-chisi. 2 ning 7-chisi nechaga teng bo'ladi? 128 marta nima bo'lar ekan? Ortadi. Bu 25-masala edi, aylanaylar. Masala.